Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Nayman mafayadamiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan obunachimiz xonadoniga kelganmiz. Bu akamiz shunaqa ikki etajlik high-tech uslubida uy solgan ekan. Biz ponni eshik romlarini qilib bergani kelganmiz. Xo'sh, profillar haqida ma'lumot beraman. Eshiklari alyumin 601 da, romlar plast 6000 quvvatli, 4 kameralik tipi profilda bo'lgan. Hammasi Redpen brendi asosida, Redpen firmasidan kelgan. Bu uyimizning tashqi fasadi ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerga jami hisobda 12 ta rom, 5 ta eshik va 2 dona forchkamiz kelgan. Xo'sh, asosiy gilamli eshiklar xuddi mana shu holatda 2 qavat aynak, gold sveta shotlanka va tosh gullardan foydalanganmiz. Bu tomonda ham bitta eshigi bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Dizayni o'ta boshqacha chiqdi. Har xil holatdagi shotlankalarni ko'p video qilganmiz, lekin shotlankaning dizaynini asosan uyda fasadi, shakliga qarab tayyorlaymiz. Hozirgi bu uyimizning fasoniga menimcha bu shotlanka juda ham chiroyli chiqdi. Oshiqcha bezaklarsiz, oshiqcha bachkanalarsiz, skromniy, tomniy, juda go'zal. Xo'p, razmerlar bilan tanishtirib berib o'tib ketaman. Aytaylik 10 sm katta-kichik radiusiyasi bo'lishi mumkin, lekin juda ko'pi bir xilda. Xo'sh, 1.80 ga balandligi 1.60. 3 tadan ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi, ochilishi двойной mexanizmda, ya'ni slujniy mexanizm. Xo'p, eshigimiz 2.40 ga balandligi 2.25. O'rtasida 1.30 lik eshik joylashtirib berganmiz. Eshigimiz ichkariga o'ng tomonga ochilgan. Bu balkonimiz 3.15 ga balandligi 1.60. Общий 6 ta ko'zlik qilganmiz, ikkitasini ochiladigan qilib berganmiz. Endi bir qator qaysi brenddagi mahsulotlar va aksessuarlari haqida ma'lumot beramiz. Xo'sh, ruchka zamoylarimiz Graf firmasiga tegishli doimgidek ko'rishlaringiz mumkin. Logotiflari bilan joylashtirilgan, qora akrildan bo'lgan. Ochilib yopilishlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Rezinkalari SPS bosma rezinadan foydalanganmiz. SPSda ikkita afzallik tomoni bor. Birinchisi, rezinkaning stenasi qalin bo'ladi, ikkinchisi o'ta yog'li bo'lganligini hisobiga tortilish, netish holatlari kuzatilmaydi. Aynaklari 2 qavat 4lik M1 aynada bo'lgan. Kakpolojniy alyumin butil, germetika hamma yo'g'i full holatda bo'lgan. Eshiklarimizning har bitta qanatiga 4 tadan petla qo'yib berganmiz. Petlarimiz ham Graf firmasidan hozir qora akrildan qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi romimiz 1.80 ga, balandligi 1.60, 3 ta ko'zlik, bittasi ochiladi. Comfort firmasidan 25 lik Patagonia qo'yib berganmiz. Patagoniyaimiz ham o'zining rangida. Ruchkalarimiz Roto Slim, qora o'kinli ruchkalardan. Slujniy mexanizmi. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham cho'tka holatda ishlaydi. Va oddiy ochilishi. Xo'p, slujniy mexanizmlarimiz Akfen firmasiga tegishli. Ochilib yopilishlari, ishlash mexanizmlari va shu cho'tka holatda bo'ladi. Xo'sh. Bu eshigimiz 1.20 ga, balandligi 2.25. 1.30 lik eshik qo'yib berganmiz. Ichkariga o'ng tomonga ochilgan. Razmerda adashgan bo'lsam, avvalo uzr so'rayman. 1.80 ga, balandligi 1.60 paytda ham. Va bu tomonda orqa tomondagi romlari bor. Aytaylik, birinchi etajdagi ikkita romni tashqi tomondaligi uchun, bo'lmam qo'shni tomondaligi uchun 2 qavat yo'dviy qilib berganmiz. Ichkari ancha ko'rinmay turishligi uchun. Buni razmeri juda kichikroq. 1.60 ga, 1.70 ga, 1.60. Xo'sh, bu yerda yana ikkita eshigimiz bor. 75 ga, balandligi 2 metr, alyumin 601 da bo'lgan. Bu sanuzel bo'ladi. Aynalarni gulli qilib berganmiz. Ichkari ko'rinmasligi uchun vandiy zamoy hamma yo'g'i full holatda bo'lgan. Bu yerda yana orqa tomonga bitta eshik qo'yilgan. Aniqrog'i buni orqa tomonda eshikligini biz bu yerga kelganimizdan keyin bildik, chunki akamiz bash razmerda bir xilda qilib ikkita eshik tayyorlang dedi. Tayyorlab olib kelgandik. Bu uyda orqa vahodiga ekan. Xo'sh, hurmatli obunachilar, biz endi ikkinchi etajga chiqamiz. Aloyimi bergan sinovi va bizni be'tiborligimiz sababli o'zi bu montajimiz ilgari kuni bo'lganda
ayrim sabablarga ko'ra bugun video qilyapmiz. Bunga sabab mana shu romimiz. Biz jinday bee'tibor bo'lib qoldik, ikkinchi etajdan birinchi etajga sho'ng'ib ko'rdi bu romimiz. Sirazi qaytarib olib borib, peredelkalarni qilib, polniy rost qaytadan rekonstruksiya qilib, yana olib kelib o'rnatib berdik. 1.70 ga 1.60. Podogonik, to'xtasilim ruchka, fasolujniy mexanizm. Juda ham cho'tka holatda. Bu yerda ham bitta o'sha rom va bu yerda kichikroq romimiz bor. 1.20 ga balandligi 1.60. Bu ham ikkita ko'zlik. Xo'sh, bitta ochilish va bunda ham sulujniy mexanizm. Ruchkasi bo'lakcha dizayn beryapti baribir. Rotosilim ham vidi chiroyli, ham ishlash prinsipi ancha kuchli. Почти hamma romimiz bir xilda fasonda, bir xilda ochilib yopilishlarda. Faqat bitta balkonimizdan tashqari. To'g'ridagi romimiz 2 metr, balandligi 1.60 va bu balkonimiz. Balkonimizda общий ikkita ochilish bor. Bittasini sulujniy mexanizm, bittasini обычный ochilish qo'yib berganmiz. Обычный ochilishni ham 3 tadan qora akril petlari bilan qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham cho'tka holatda. Podogonik choklarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Gradusni qilib, chokini chokiga keltirib qo'yganmiz. Xo'sh, bu obyektimiz общий summasi 38 million so'mga olib kelib o'rnatib, kafolatda garantiyalari bilan bo'ldi. Xo'sh, agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarni adden aytib berishga harakat qilaman. 1.70 ga 1.70 yoki 1.60 ham deylik. Xuddi mana shu fasonda, podogonik hamma yo'g'i bilan. Общий summasi aytaylik mana shu bitta romniki bori 2500-2600 ming soat atrofida chiqishi mumkin. Faqat bunaqa katta ob'yomlarda расход boy hisoblanadi. Shuning uchun narxi ancha yengilroq chiqadi. Shun bilan bugungi montajimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Quboyevdan uzoqlashmang. Quboyev foydalanmaslar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.